Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ajoyib bir hadisi sharifni aytgan ekanlar. Va qala sollallohu alayhi va sallam, Rasululloh alayhisalom aytibdilarki, inna a'jala ta'ati savaban silatur rahim. Qaranglar, Alloh taoloning huzurida savobi eng tez beriladigan toat bu silai rahmdir deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Toatlarga kiradi. Ibodatlar, amali solihlar, ushur berish ham hammasi Alloh va rasuliga toat, bo'yin sunishlikka kiradi. Mana shu bo'yin sunishlik, toat, ibodat, solih amallarni qilinsa, savobi kechikmasdan eng tez beriladigan toatni turi, amalni turi bu silai rahm dedilar. Qavmi qarindoshi sizdan aloqani uzgisi kelsa ham, siz bog'lanib tursangiz, mana bu toat bo'ladi va bunga savob sizga o'ta tez beriladi deydilar. Hadisni davomida aytayaptilarki, hatta inna ahlal bayti la yakununa fujjaron. Hattoki o'sha silai rahm qiladigan, borda keldi qilib turadigan xonadon ahllari fojirlar bo'lsa ham. Fojir degani nima endi bu? Solihning teskarisida fojir. Fosiq, fojir deyiladi-ku. Fosiq deb gunoh ishlarda odamlardan tap tortmasdan turib bajaraveradigan odamga aytiladi. Fojir ham shunaqangi og'zida ham, qo'lida ham, oyog'ida ham, qadamida ham a'zolari bilan shu fujur ishlarini, buzuqlik ishlarini, gunoh ishlarini qilaveradigan odamga aytiladi. Hattoki xonadon ahllari fojirlar bo'lsa ham deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, silai rahm qilayotgan bo'lsa, mana shu ishlariga savobni ko'p berilaveradi. Bu savobni natijasi qanaqa ekan deyilsa, marhamat qilyaptilarki, fatanmu amwaluhum va yakthuru adaduhum iza wasalu arhamahum. Moli dunyolari ko'payadi, adadlari ko'payadi agar qavmi qarindoshlariga silai rahmni qilib tursalar deydilar. Subhanalloh, qarang. O'zi fojirlik bo'lsa ham tabiatida, amalida silai rahmni go'zal ravishda yo'lga qo'yib turgan odam bo'lsa, savobi tez beriladi, bu toatini, bu amalini deyilyapti. O'sha tez beriladigan savobni turlaridan Rasululloh alayhi vasallam ba'zi birlarini aytib qo'yaptilarki, moli dunyolari ko'payadi deyaptilar. Rizqi ko'payadi, baraka kiradi va adadlari ko'payadi. Subhanalloh. Tug'mayotgan bo'lsa tug'ishlik, ko'payishlik, o'g'ildir, qizdir, zurriyotlariga, moli dunyolariga ham Alloh taolo barakot berishligini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shunday bashorat qilyaptilar.